So'x tumanida muborak Ramazon oyi munosabati bilan ma'naviy, ma'rifiy va xayrli tadbir tashkil etildi. So'xil dam olish maskanida o'tkazilgan iftorlik dasturxoni jamiyatimizda mehr-muruvvat, hamjihatlik va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlashga qaratildi. Tadbirga nuroniylar, mehnat faxriylari, ulamolar, ziyolilar, shuningdek nogironligi bo'lgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlar taklif etildi. Ramazon oyi inson qalbini poklovchi, savob va saxovatga chorlovchi muborak oydir. Bu oyda ehtiyojmandlar holidan xabar olish, keksa avlod vakillarini e'zozlash, imkoniyati cheklangan fuqarolarga g'amxo'rlik ko'rsatish ezgu an'anaga aylangan. Iftorlik tadbiri davomida ishtirokchilar bir dasturxon atrofida jam bo'lib, birgalikda og'iz ochdilar. So'zga chiqqanlar Ramazon oyining fazilatlari, yurtimizda inson qadrini ulug'lash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar haqida alohida to'xtaldilar. Mehmonlar mamlakatimizda davlatimiz rahbarining bevosita e'tibori asosida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmand oilalarga doimiy e'tibor qaratilayotgani uchun minnatdorlik bildirib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va osoyishtaligi uchun samimiy duolar qildilar. Shuningdek, tadbir doirasida mahallalardan taklif etilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat Ramazon sovg'alari topshirildi. Bu esa ularning ko'ngliga shodlik, qalbiga iliqlik baxsh etdi. Bunday xayrli tadbirlar jamiyatimizda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.